Assalomu alaykum Instagram xalqi. Srochna kirdim, srochna Instagramga kirdim. Buguncha dam olaman degandim Instagramdan. Lekin ammo mana bemaza rejissyorning intervyusini ko'rib, davleniyalarim miyalarimga chiqib ketdi. Ahad Qayum senga quta bormi? Senga quta bor ekanmi bilay, dalbayob. Seni ko'tingdagi po'qlaringni aytib beraymi? Starhouse reklama qilib yotibsan, hech kimga kadastr chiqmayapti. 16 yoshda mashinaga o'tirgizib qo'yib Sabrinani urib yording, yaqinda operatsiyasi bo'ldi, qochib yurding bilay, dalbayob. Endi bu yerda quta bormi senga? Quta bormi? Bemaza qo'ndi urug'i ko'p deb bilay. Abbos o'rtog'ingligini bilamiz. Hozir mana shu rasm qo'yib qo'yaman. Endi iltimos qilsa yugurib kelib, "Ey dalbayob, sen ko'rmadingmi u qizni oldiga kirib nimaga intervyu olmading, yiban?" Bu ko'tvatda ikki tomonni ham eshitish kerak. Ana Abbos kartoshkachi, naverno iltimos qildi shekilli, потому что ikkalasi o'rtoq. Iltimos qildi shekilli, yugurib kelibdi anaqaga, больницаga. Bo'ldi ukam, biz yordam beramiz, bo'ldi. Saunada 16 yoshlilarda klipga olib chiqaman deb sikib yuramiz-u billa. Bo'ldi. Bu joylarda men yordam beraman. Kim bu gap? Bir bemaza intervyuing ko'nglarim aynib ketdi oxirgacha. Ana doktor jurnalistlardan, kameradan qochib yurgan odam qanday rozi bo'lib qoldi senga kameraga tushishga? Bilak, kun o'z keldi, qalampir keldi, chiqmasdan qochib yurdi-yu, qandoqdan rozi bo'lib qoldi. Shunday bilinib qopti bilak, podstavnoy intervyuligini. Yiban kirib ko'r, nimaga dokumentlarini tekshirmang, dokumentingizni hozir ko'rsating, diplomlaringizni hozir ko'rsating demading. U vrach ginekolog-ku, qolgani zubnoylar-ku. Dalbayob kommentariyini o'chirib qo'yibsan, men maza qilib so'kib yozmoqchi edim. Yiban, tuparili, qorni katta, gandon, shunaqa ishonasan ekan shu doktorlarga qoningni oldir, aptini qarab baqaloq. Vrachda ahvolni ustuvoshini qara bilay. Glavvrachda ustuvoshini qara. Ney, glavvraching haqqoniy ekan, prям hammasi haqqoniy deb qayta gapiryapsan. Nimaga aktrisalik qilib o'zini o'likka savolyapti? Ay yuragim deb nima aktrisalik qilyapti? Ahad Qayum, oxirgi situatsiyalardan keyin seni itam uvajat qilmaydi O'zbekistonda. Всё. 16 yoshlilarda aldab seni klipga olib chiqaman, yur, klipga olib chiqaman, yur deb hammani ota-onasini aldab qizingizni zvizda qilaman deb saunalarga olib borayotganingni hamma biladi. Xonsado Starhouse direktori bilan billa, bu direktorni ham qo'shib olding menda. Gandon biladi. Nech pul berishdi senga? Bekorga aytmaydi, bemaza qo'vindi urug'i ko'p. Kartoshkachi gandon sikivording hammaga iltimos qilar. Mana Abbos ko't sikivording o'sha hammaga iltimos qilib, meni maqtab chiqinglar. Meni bu narsa qilinglar. Qo'lingdan kelmayapti kartoshka, Antoshka, paydom kapach kartoshka sikivording o'sha. Hammani sikivording yalinib. Iltimos meni maqtab chiqinglar deb. Ahad Qayumini qo'lidan qo'toqda ish kelmaydi, потому что ko'ti po'q uni. Ko'ti po'q. Starhouse'da 300 ta 400 ta bir 500 ta odamda anaqasi chiqqani yo'q kadastri. Sabrinani operatsiyasida qochib ketdi, chet elga qochib ketdi. Ozdopani orqasiga yashinib oldi. Endi bunisi bir bemaza bir bitta gapni qaytaraveradi, bitta gapni. Ha, Gandon haqqoniy intervyu qilyapsan ekan. Kokosh o'sha yerda yotibdi. Haqqoniy intervyu qilyapsan ekan. O'sha Kokoshni oldiga kir. Kokoshni oldiga kirib suhbat qil, qornini ochtir doktorlarga. Hech kimga ochtirmayapti. Nimaga Kokoshga vipiska bermayapti? Mana kecha Kokosh bilan gaplashdim, klinika yopiq, ovqat ham olib kelib bermayapti dedi. Kechqurun gaplashdim, klinikani mana hamma dokumenti to'g'ri ekan, nima pechati tiqib ketishdi klinikani. Yopishtirib ketishdi, mumkin emas deb. Ishlash mumkin emas deb yopib ketishdi klinikani. Kokosh o'zi yakka qolib ketgan, ovqat olib kirishmayapti deydi. Hech kim mendan xabar olmayapti. Vipiska ham bermayapti. Istoriya bolezingni bermayapti, men ketay desam deyapti. Qo'ttoqqa yolg'on gapirasanmi xalqqa? Ahad Qayum yopib ketdi-ku, bolnitsani. Tekshirib ketib yopib ketishdi-yu, antisanitariya deb. Ha, urut, qo'rqmaysanmi xalq qarg'ishdan? Ahad Qayum, sen bilad, bir kun avariya bo'lib aminga kirib ketasan. Iflos ano Starhouse'da ofisida ano Qanchiq bilan yashashini bilamiz, Sitora bilan. Yaqinda Sabrinani urib ketgan aktrisa bilan yashashini bilamiz.
Hamma biladi uni. 16 yoshli bilan yashab yurishingni. 16 yoshlikda hamma reklamaga tiqyapsan. Seni nimaga aytadi? Maloletkalarni ishlatayotganga qamamayaptikin. Ahad Qayyum, bilamiz, pulini sen olgansan. Mana ozda intervyu berdi-yu. Senga bergan pulini sen olgansan u qizni. Значит, voyaga yetmayotganlarni ishlatib yuribsan ekanda. Hali Sabrina borsin, sudma-sud sen ko'tiga sikadi, qarab turgin. Hali o Delo Sabrinani kutib turishdi, Ozdapa ham, boshqasi ham. U situatsiyada Ozdapani orqasiga yashinib olding pul. Biz artistlar pul to'plab. Sabrinaga to'plab bersang gandon. Sabrinaga to'plab ber, kartasi blok bo'lib qopti. Puli yo'q hozir, qiynalib o'tiribdi. Sabrinaga to'plab ber, haromi? Biz artistlar qarab turmaymiz, pul kerak bo'lsa to'plab beramiz. To'plab ber Sabrinaga. Sendaqa haramxo'rlardi deb Ahad Qayyum. Ikkita odam bir umrga invalid bo'lib qoldi. Bittasi Sabrina, bittasi Kokosh. Bilasanmi qanchadan keyin bitadi? Bilasanmi abdominoplastikani chirishi? Bilad, gandon, nekroz degani doktorda ошибкасы bilan bo'ladi, boshqa narsa bilan bo'lmaydi. Nekroz только doktorda tupoyligidan bo'ladi xolos. Boshqa bu yerda fakt yo'q. Qanaqa fakt izlayapsan? Asha Abbos ko't iltimos qildi kelib intervyu olyapsanmi? Haromi? Bu nekroz только doktorda ошибкасы bilan nima tupoysan biladi. Gandon, Sabrinani invalid qilib qo'yding, endi bu yoqqa o'tdingmi?